Ko'pchilik bankka pul qo'yganda uni shunchaki seyf ichida xavfsiz turadi deb o'ylaydi. Haqiqatdan ham shundaymi? Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, qo'lingizda 100 million so'm bor va uni bankka omonatga qo'ydingiz. Bank menga yiliga 23% foyda beryapti deb xursand bo'lasiz. Aslida esa bank sizning shu pulingiz orqali zanjir usulida juda katta miqdorda virtual pul yaratadi. Ya'ni real naqd pul shaklida mavjud bo'lmagan pullarni yaratadi. Qanday qilib deysizmi? Hozir hisoblab beraman. Siz bankka 100 million so'm qo'ydingiz. Bank uning taxminan 13% ni, ya'ni 13 million so'mini zaxirada olib qoladi. Qolgan 87 million so'mni ikkinchi odamga, masalan, avtokreditga beradi. Ikkinchi odam mashina sotib oladi. Mashina sotgan salon esa u pulni 87 million yana o'z bankiga qo'yadi. Bank endi u 87 millionning 13% ni olib qolib, qolgan 75 million 700 ming so'mni uchinchi odamga kreditga beradi. Bu zanjir taxminan 30 marta davom etadi. Natijada sizning 100 millioningiz iqtisodiyotda 769 million so'm virtual pulga aylanadi. Lekin real naqd pul hali ham o'sha siz olib kelgan 100 million xolos. Agar o'sha zanjirdagi hamma odamlar bir kunda bankka borib, pulimni naqd bering desa, bank tizimi bir soniyada qulaydi. Chunki u pullar jismonan yo'q, ular faqat kompyuter xotirasidagi raqamlar xolos.